Ushbu she'r 10 yil keyingi menga, ya'ni Alisher Akbarovga bag'ishlanadi. Umringga baraka yog'ilsin, eng ezgu tilaklar yig'ilsin. 2035 kelganda oilang tinch, joning sog' bo'lsin. 10 yilda 10 davlatga borgin, sayohat qil, dunyoni ko'rgin. O'zing uchun yashashni o'rgan. Oilang tinch, joning sog' bo'lsin. Obunaching 100 mingdan oshsin. She'rlaring 10 minglab ko'rishsin. Bu jamiyatga hissa qo'shsin. Oilang tinch, joning sog' bo'lsin. Boshqa viloyat ham tanisin. She'rlaring yod bilsin sarasin. Kim chin manfaatli xalq bilsin. Oilang tinch, joning sog' bo'lsin. Alisher, niyatni katta qil. Bo'lib moliyaviy mustaqil. O'zingdan xayrli ish, nom qoldir. Oilang tinch, joning sog' bo'lsin. Hozir 2025-yilning 8-iyun sanasi. Ayni vaqtda men hech qayerga sayohat qilmaganman va ayni vaqtga qadar 50 ga yaqin she'rimni YouTube'ga joylaganman. Lekin obunachim soni 98 nafar xolos va ko'rishlar soni ham juda kam. Va o'ylaymanki, obunachilarning aksariyati o'zimning tanishlarim, yaqinlarim. Ularning boriga shukr. Ezgu niyatim shuki, 10 yildan keyin Alloh ishlarimga va umrimga barakat oyitsin va tan jonim sog' holatda yetib olayin va shuningdek ushbu niyatlarim amalga oshishini Allohdan so'rab qolaman. Rahmat kattakon.